Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Arzon sizga kanalida arzon mashinalar joylashishda davom etamiz. Kamollar avto ofisiga arzon va sifatli mashinalar kelishda davom etyapti. Ichki holatlarni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz 1 yevro ekan. Jigar orqam qizyapti, o'chir deydi. Abagrev sidiniyada ekan. Monitorlari yo'q ekan, lekin chiroyli bluetooth monitorlar qo'yib qo'yibdi. Mashinamiz birinchi pozitsiya aytib o'tdim. 1 yevro Evocorpolik chiqollari bilan jihozlangan ekan. Akamiz ko'z tegmasin deb chang holatda olib kelgan ekan, lekin shu turishda mashinamiz ko'zga yaqin, chiroyli, baraka qiladigan holatda turibdi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi radnoy deb aytayapti egasi. Yurgan masofasi ham unchalik ko'p emas ekan. 333 ming masofani bosib o'tgan ekan. Balon holatlari ham juda ham chiroyli. Kimga mashinamiz qiziq bo'lsa, pastda egasining nomerini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, xotirjam baraka qilsanglar bo'laveradi. Bizni kuzatishda davom etinglar.